Assalomu alaykum, Universal Obzor kanali hurmatli tomoshabinlari. Yozda anomal issig'ida xonadonimga shumkali naves qildiraman degan obunachilarimiz uchun bugun biz Farg'onani Quvasoyga yetib kelganmiz. Qadrdonlar, yozda anomal issig'ida qanaqa naves qildirsam hovlim salqin bo'ladi, issiq o'tkazmaydi deganlar uchun 3 qavatli shumkali naveslarni obzor qilib beramiz. Bittadan laykni bosib tursalaring, ushbu xonadonimizga qancha mahsulot ketgan, necha pul ketgan, xudo xolasa narxlari bilan chiroyli yoritib beramiz. Farg'onani Bog'dotidan ustakalarimiz ushbu fayzli xonadonimizga 3 qavatli shumkali naveslar qilib beribdi, lazerli fasonda. Ya'ni bu naveslarda har xil variantlari da bor ekan, ya'ni lazerli fason, oddiy fasonlari va Lexan naves ishlarini ustakalarimiz qilib beryapti ekan. Ustaka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormonlar, charchamay, qo'llarni tartib sirlarda charchamay. O'zingiz ham charchamayapsizmi aka? Xudo xolasa xonadonimizni chiroyli qilib bitkizib berasizlar. Qo'llarni tartib ko'rmaysiz. Albatta, ko'nglida ozgina naves qildiraman, qanaqasini qildiraman deganlar uchun mana chiroyli obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsa, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Inshaalloh aka. Albatta. Xudo xolasa hozirgi kunlarda havo juda ham isiyapti. Naves yo'q xonadonlarga quyosh urib boryapti va mana shunday qildirgan remontlari, akfa eshaklar misol uchun quyoshning nurida misol uchun yillik nima deydi, misol uchun 10 yilga yetadigan remontlar 5 yilda rasvo bo'lib ketadi. Albatta, bu umrini ham uzaytiradi. Bu uyda remontini ham bu ikkinchi masalasi. Birinchi masalasi oilaviy hovli akkuratni turadi. Yozda issiq deyapsiz, chunki issiqlik uchun ikkindan keyin yomg'ir sezon boshlanadi, yomg'irdan pana qiladi. Albatta. Yomg'irdan pana qiladi. Bunimizni albatta hozir adresni aytib o'tdingiz, Farg'ona viloyati Quvasoy shahariga olib kelib uстановка qildik. Bu ustanovkamiz respublika bo'yicha bor. Hech qanaqa masofa razniца qilmaydi. Razniца qilishligi mumkin, hali kvadrat o'ta kichkina bo'lsa, iloji yo'q bora olmayapmiz. Shundan uzr so'raymiz haqiqatdan. Misol 30 kvadrat, 50 kvadrat deyishyapti. Surxondaryo tarafdan telefon qilishyapti. Endi unga iloji yo'q bora olmayapmiz haqiqatdan. Shunga uzr so'raymiz. Biz vodiyda turibmiz, tomonga qoplamay qoladi. O'zing ozgina to'g'ri kelmay qolyapti. Shunga bora olmayapmiz. Lekin o'sha 100 kvadratdan oshiq joy bo'lsa, respublika bo'yicha qayerga bo'lsa olib borib ustanovka qilib beramiz. Mana shu joyimiz ham eni 5 metr, uzunligi 20 metr bo'lgan shumkali navesimiz bo'lgan. Buni materiallaridan bo'lsa, Teva firmaniki to'rga 2 profil 1,5 stenka. O'rtadagi listi 1.8 lik listdan lazerni chiqarilgan. Bu yoqdagi stoykasi, bu yoqqa ketgan xorisi 4 ga 4, bu ham 1,5 stenka. Endi xohlasa 1.7 qildiradi, xohlasa 2 lik qildiradi. U tavsiya. Biz hozirgi narximiz, kvadratga narxi to'g'ri kelgan materialimiz narxini aytyapman. Masalan, mana shuni 450 ming deyapmanmi, shu material narxini aytyapman. Xohlasin, yana ham qoldiroq qilsin. Endi u egasini talabiga qarab. Mana bu kraskalarni ham orada aytib o'tib ketaylik. Bu qanaqa kraskadan foydalanadi? Hammer kraska. Hammer. Hammer, bu haligi quyosh yomg'irga chidamli kraskadan. Chidaydi, albatta chidaydi. Kachествоsi mashinaniki bilan deyarli bir xil. Bir xil. Avtokraska deyiladi. Avtokraska emas, kachествоsi bir xil. Kachество bir xil. Kachествоsi javob beradigan emas, talab bir xil. Faqat bunda mana u kraskani o'zida ozgina yorilish, hali gulli bor. Shuni hisobiga. Endi aka, xo'p, sizlarda har xil nima deydi, naves ishlari bor. Demoqchimanki, lazerli fasonda qilingan bu yerda. Agar oddiy fasonda bo'ladigan bo'lsa-chi? Oddiy fason bo'lsa kvadratga eng kamida 50 ming razniца qiladi. 50 ming razniца. Pastga qarab tushadi. Lexanli bo'lsa, naborot tepaga qarab chiqadi. 3 qavat deyapmiz aka, birinchi qavatiga tunika bo'ladi. Tepadan birinchi deydigan bo'lsak, endi pastdan gapiraylik. Pastdan gapiraylik o'sha. Birinchi faner, oppoq faner zavodga kraskalangan bo'ladi. DVP. Faner desak, ko'pchilik birga bir taxta faner bor-ku? Yo'q, unaqa emas, DVP. DVP. Xuddi o'shani zavodga oppoq kraskalangan qo'yiladi. Undan keyin sintofon, falga deyiladi. Metrajli bo'ladi, 0.5 lik bo'ladi, o'shandan qo'yiladi. Ana undan keyin 0.4 lik tunuka qotiriladi. Keyin boshida bilsangiz, falgani o'zini yaltiroqda yozishib, tunuka qotirardi. 1 yilga bormaydi. Uchib ketardi. Chunki tagida uni to'sqichi yo'q edi, uni himoyasi yo'q edi. Uni himoyalash uchun endi faner qo'yib olyapmiz. Ham chiroyli turyapti, oppoq bo'lib. Chunki oq narsa uncha hovliga qorong'ulik qilib qo'ymaydi, sal yorug'likni ham saqlaydi. Shuni hisobiga. Keyin yana buni bitta plyus tomoni, yomg'irda shovqini uncha o'tkazmaydi. Shovqini ushlab qoladi. Yo'qotadi, albatta. Qanaqa turib bo'lib ketmaydi. Tunukadagi hali taqir-tuqir ovozi yo'qoladi shumkali. Bekorga shumka deyilmayapti. Ushbu xonadonimizga aka nech pullik naves ishlarini qilib beriladi? Общий 45 million so'mlik bo'ladi. Kvadrat metri 450 ming deyapsiz. Endi baribir dogovor borganimizda endi bir o'tib ber deydi. O'sha o'tib beradigan joylarimiz bor albatta. O'tib beriladigan joylari bor. Agar kvadrat bundan ham katta bo'ladigan bo'lsa, yana ham ko'proq kelishtira olamiz. Kvadrati 45 mingdan bo'lgan. Uyda egasidan nima talab qilinadi? Uyda egasidan mana shu ikki kaplik shu lesa
ko'nglida bo'lsa ovqat qilib beradi, bo'lmasa shart emas. Boshqa hamma yo'q o'zlarini. Hamma narsa olib Elektrodi kelib ham, berish, hamma boshqasi ham. boshqa hech qayerga yugurmaydi. Endi Lesa bizga neudobniligi uchun, chunki bu yuk mashinamizda keladi, qaysi yengil mashinada bo'ladi. Endi buni olib keta olmaymiz-ku. Lesani endi hozir har bitta joydan topsa bo'ladi. Arendaga beriladigan joyda ko'p. Necha kunda ustunovka qilib beriladi shu xonadonimiz? Xo'p. Avvalambor bir kunda tugashga harakat qilamiz, lekin kun issiqligiga ozgina cho'zilyapti. To'g'ri, obed ishlab bo'lmaydi. Ha, obed umuman bolalar ishlatib bo'lmayapti. 2 kunda xudo xolasa ustunovka qilib berib ketamiz. Bilishim bo'yicha bu joyda o'lchab ketiladi. Sexda ish jarayoni bo'ladi. Bitgandan keyin olib kelib tayyor narsa mahsulotlar 1 kun, 2 kun uzog'i ustunovka qilib beriladi. Gap yo'q. Xo'p, lazerni leksanlarimiz qanaqa chiqadi narxlari? Xo'p, lazerni leksanimiz buni xuddi shu holatda 30 ming so'm kvadratiga minadi. Masalan, 450 deb turganimizda 480 ming so'mdan chiqadi. Shumka bilan lazernini, shumka bilan leksanni foydali minus tomonlari qanaqa? Xo'p, buni plus tarafi, minus tarafini aytsak shumkali. Umuman quyosh o'tkazdirmaydi. Kechga, shomda sal vahri qorong'i tushishligi mumkin. Minus tarafi shu. Leksanni 50% dan oshiq quyosh o'tkazdiradi. Misol men naves qildim, leksan bilan to'sdim degani bu quyoshdan 100% to'sdim degani emas. O'tkazdiradi u. O'tkazdiradi. 50% dan oshiq o'tkazdiradi, issiq o'tadi. Keyin lazerni o'sha leksanda ovoz ham chiqar ekan. Chiqadi. Hali kechga payt soviydi-ku, o'shanda bir ovoz chiqadi, kun issiganda yana bir ovoz. Chunki plastmassa narsada u. Plastmassa. Uni misol uchun leksan qildirgan insonlar misol uchun ovoz chiqyapti, yo'qotib berilsa, ular bizga ham ko'p bo'lgan boshida. Biz ham endi aytmaganmiz, biz aybimiz bo'lgan, ovoz shuni chiqarib. Sizlarning qo'llaringda emas, mabodo agar shunaqa vaziyat bo'lib qolgan bo'lsa, bizni qo'limizda. endi quyoshdan-da endi bari plastmassa bo'lgandan charsillaydi. Ovoz chiqarib turadi. Shumkali qildirish kerak ekanda bo'lmasa. Ha, eng ko'p tavsiya qilganimiz ham shu shumka. Shumkali. O'zlaring telefon qiladigan bo'lsa, o'zi tavsiya berasizlar, tushuntirasizlar. Endi holatiga qaraymiz. Kimdirdiki atrofi uy bo'ladi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. Misol shuni shumka bilan o'rab qo'ysa, o'ta tez qorong'i tushib qoladi. Ana o'shanga gibrid fasonimiz bor. U qanaqa? O'rtasi ozgina leksan bo'ladi, oppoq bo'ladi, yomg'irda to'sadi, lekin yorug'likda to'smaydi. Sal o'tadi. Uy qorong'i bo'lib o'shanaqalar tavsiya berasizlar o'zlaring. Uyda holatiga qarab o'zlaring maslahat berasizlar. Albatta, birinchi o'rinda shu uyda holatiga qaraymiz. Borgan joyimizni pagodasiga qaraymiz. Eng ahamiyatli joylari, misol ta'sir urib soqqasini olib ketish emas. Bizdan u bizni qilib ketgandan keyin uyda kelsa ham bir sal ko'ngli og'rishib, haqiqatan men yaxshi ish qilibman degan tushuncha bo'lish kerak-da. Kiydirib ketibdi, otib ketdi degan. Bizni bitta aybimiz shu issiqda ozgina ish yurmay qolyapti. Bir hafta 10 kunga cho'zilib qolyapti zakazlarimiz. Aybimiz shu endi. Endi bu odamzod bo'lgandan keyin shuni hech iloji bo'lmaydi. Aka, menga uzum toki qilib ber deganlarga ham qilib berilaveradi. Darvoza ishlari ham bor, xudo xolasa. Hamma narsa bor. Temir sohasi borki, zinalarga beriladigan reshotkalar qilamiz. Darvoza nima borki, svarka sohasida O'zbekiston bo'ylab bor. Narx o'zgarmagan holatda. Sababi narx o'zgarmayapti deganim sababi shu Jizzaxdagi filial. Jizzaxda ham filial bor. Gap yo'q. Vohalar mana xudo xolasa, vohadan bizni kuzatib turganlar bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Akalarimizda Jizzax viloyatida ham xudo xolasa filiallari bor ekan. Biz musofirdan filialimiz o'sha Jizzax viloyat G'aldarol tumani. O'sha undan keyin Samarqand. O'sha Jizzaxning oxiri G'aldarol tush betonkada, yo'lni bo'yida ko'raman deganlari misol Samarqanddan hech qancha emas. Yarim soatda yo'l. Kelib ko'rsa ham bo'laveradi. Biz uzoqlardan, musofirlardan kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Telegramdan yozsalaring, xo'p, kataloglarini tashlab berishadi. Ma'qul kelganini agar zaklab tashlab bersalaring, uylariga borib, o'lchab, kesib, bu yoq qilib, o'sha yerda hamma narsasini kerak bo'lsa spiskasini qilib beramiz. Nima material qo'yamiz? Qancha miqdorda zaklab berish kerak? Zaklat avvalambor 20% bo'ladi. Endi ko'pchilik boramiz, seni men birinchi marta ko'ryapman, men senga uncha pul bera olmayman deb to'ppa-to'g'ri, uni ham fikr to'g'ri. Lekin endi men tarafdan ham qarasachi, men ham 30 million, 40 million, 50 million narsaga men ularni berayotgan 500 ming so'm uchun pul tikib qo'ya olmayman-da. To'ppa-to'g'ri. Men ham ularni birinchi marta ko'ryapman-da. 50 millionlik narsani qilib qo'ygandan keyin yo'q deb olish ham mumkin. Avvalambor birovda haqqi birovda hech qachon qolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Birovda haqqi birovda hech qachon qolmaydi. Shu paytgacha bironta zakazni og'rintirgan joyimiz yo'q. Xudo xolasa aytilgan muddatdan ozgina o'tib qolishligi mumkin. Xudo xolasa, lekin qurib beryapmiz. Xudo xolasa sizlarning ishlaringizni YouTube'ga birinchi marta chiqarmayapmiz. Bundan oldin ham chiqib kelgansizlar. Hech
qaysi klientdan jalba tushmagan xudo xohlasa. Endi jalba Ishonarli. tushmasin endi. Sizlarni ham Tushmasin. uyaltirib qo'ymaylik endi. Inshaalloh. Xudo xohlasa yaxshi. Menimcha qo'ldan kelgan hamma ma'lumotlar berdik aka. Agar qolib ketgan qanaqadir ma'lumotlar yoki bo'lmasam berilmagan savollarimiz bo'lsa, o'zlaringni qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Telefon qilish bepul albatta. Albatta. Xo'p. Endi videoni shuncha ko'ribdi, yurtdoshlarimizdan avvalambor rahmat deymiz. Shuncha mehnatimizni ozgina hurmat qilib, bitta like bosib, obuna bo'lish bepul bu ham. Like Albatta. bosib qo'yasizlar endi. Jonlaring sog' bo'lsin. Qadrdonlar, tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Aka, ma'lumotlar uchun kattakon Rahmat, rahmat. sizlarga ham sog' Salomat bo'linglar. bo'linglar. Charchamanglar.